Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi tovuqlar uchun mana temir katagimiz tayyor bo'ldi. Razmeri uzunligi 3 metr, eniga 1,5, balandligi tomigacha 1,5 metr. Ikki xonaga ajratdik, o'rtasidan bo'lib mana ikkita yonboshlarda arka shaklida eshiklarni moslab ketganmiz mana. Ranglari esa stalnoy rangga bo'yaganmiz, tomlarning esa rangi mokri asfalt rangda. Mana bu yerda esa tuxumlash uchun joylarni moslab ketganmiz. Mana o'rtasidan bo'lib qo'yilgan, alohida qilib bu yerda eshigi bor mana. Juda ham chiroyli holatda chiqib qafasimiz. Bu yerda esa mana donni solib, yana yopib qo'ysa bo'ladi bemalol. Eshiklari ham arka shaklida bo'lgan. Mana taglar berk holatda, odamni ham bemalol ko'taradi. Bu yonboshida ham mana tuxumlash uchun joylarni moslab ketganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Mana